Assalomu alaykum aziz hamyurtlar, efirda Xorazm 24 informatsion dasturi. Yurtimizda ko'p qavatli uylardan iborat mahallalarda kommunal sohani boshqarish va hududlar obodonligini ta'minlash doimiy e'tiborda. Chunki eng ko'p aholi yashaydigan va har bir shaharning ko'rkini ta'minlaydigan maskanlar aynan ko'p qavatli uylardan iborat dahalardir. Prezidentimizning 2021-yil 19-iyundagi ko'p kvartirali uy-joylarni boshqarish tizimini yanada takomillashtirish to'g'risidagi qarorga asosan hududlarda boshqaruv servis kompaniyalari tashkil qilingan. Natijada bu borada xizmat ko'rsatish sifati yaxshilanmoqda. Muxbirimiz kuz-qish mavsumini betalofat o'tkazish maqsadida ko'p kvartirali uylarda olib borilayotgan ta'mirlash ishlariga e'tibor qaratdi. Xorazm viloyatida 2025-2026 yillarda kuz-qish mavsumini betalofat o'tkazish maqsadida 185 ta ko'p kvartirali uy-joylarni ta'mirlash maqsadida manzilli dastur ishlab chiqilgan. Xorazm viloyatida 45877 ta xonadondan iborat 1969 ta ko'p xonadonli uylar mavjud. Ushbu ko'p xonadonli uylarning 1078 tasi 1991-yilgacha qurilgan uylar, 645 tasi 1991-yildan 2016-yilgacha qurilgan uylar, qolgan 645 tasi 2016-yildan bugungi kungacha qurilgan uylar hisoblanadi. Ushbu uylarning 1870 tasiga 37 ta boshqaruv servis kompaniyalari xizmat ko'rsatib keladi. 2025-2026 yillarda kuz-qish mavsumini betalofat o'tkazish maqsadida boshqaruv servis kompaniyalarining 5 milliard 250 million so'm mablag'lari hisobidan 185 ta ko'p kvartirali uylar joriy va mukammal ta'mirlandi. Shundan 36 ta uyning 10 ming metr kvadratdan ortiq tom qismi mukammal va joriy ta'mirlandi. 65 ta uyning kirish yo'laklari mukammal va joriy ta'minlandi. Bundan tashqari 38 ta uyga kodli qulf eshiklar o'rnatildi va 750 metr kvadratdan ortiq framuga oynalar almashtirildi. Bu qilingan ishlarning barchasi o'sha kuz-qish mavsumida uylarning elektr samaradorligini oshirishga katta hissa qo'shadi. Bundan tashqari 20 tadan ortiq uylarning yerto'la qismlaridagi muhandislik kommunikatsiya tarmoqlari yangisiga almashtirildi. Shuningdek, joriy yilda respublika mablag'lari hisobidan, ya'ni 10 milliard mablag' ajratilgan, shu 27 ta liftlarni almashtirish bo'yicha bu ham o'z navbatida kuz-qish mavsumini aholini yaxshi kayfiyatda o'tkazishiga xizmat ko'rsatadi. Urganch shahridagi Tozabog' mahallasida joylashgan ko'p qavatli uylarning katta qismi 1991-yilgacha qurilgan. Shu bois bu uy-joylar ham ta'mirtalab ahvolga kelib qolgandi. Ushbu uy-joylarga xizmat ko'rsatuvchi boshqaruv servis kompaniyasi tomonidan kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ishlari doirasida bu yerda ham bir qancha chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Men shu mahallada 45 yildan beri yashayman. Yaqindagina domlarimizni remontdan chiqardi, podyezdlarimizni remontdan chiqardi. Yashirmak kerakmidi? Oldin unchalik emas edi. Hurmatli prezidentimiz odamlarni yana imorat bilan ta'minlab, hamma narsani shu muammoni kambag'allikni qisqartirib turibdi. Kambag'allara, yetim yesirlarga o'ta yordam berib turibdi. Shuni dona siyosatini amalga oshirgani uchun biz shunga minnatdormiz. Mingdan bir rahmat aytamiz. Ozodlikni saqlaymiz, og'zibirchilikni saqlaymiz. Urganch shahridagi Gulchilar mahallasidagi ko'p qavatli uy-joylarda ham bunday chora-tadbirlarga guvoh bo'lish mumkin. O'zgarishlar dim yaxshi. Kuzgi mavsum, qishki mavsumga tayyorgarlik avjida. Dim yaxshi xizmat qildilar, rahmat. Podyezdlarni remont qildik, podvallarni, suv suvlarni, kanalizatsiya to'rvalarini ta'mirladik. Fasadlarni remont qildik. Oldinlari bunday emas edi. 3 yil, 4 yil bo'ldi bizni Xorazmga juda yaxshi e'tibor katta. Bu ishlarni boshida shu hurmatli prezidentimiz tashabbuskor, biz minnatdormiz, rahmat. Bog'lar maydonchasi shu qurilyapti. Juda yaxshi o'zgarish bo'ldi bizdan Urganchda. Oldinlari uning bizga e'tibori yo'q edi. Mana hozir e'tibor juda katta. Prezidentimizning tashabbusi bilan bo'lib turibdi hammasi. Biz shuni qadriga yetishimiz kerak. Qilingan mehnatni qadriga yetishni men so'rab qolaman yurtdoshlarimdan. Biz ko'makdosh bo'lishimiz kerak. Boqimanda bo'lishimiz kerakmidi? Bugun mamlakatimizning barcha hududlarida ko'p kvartirali uylarga xizmat ko'rsatish sohasini takomillashtirish yuzasidan salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. Aholining eng zarur ehtiyojlari bilan bog'liq tizimdagi bunday ishlar eng avvalo fuqarolar turmush tarzini yaxshilash uchun xizmat qilayotgani bilan ahamiyatlidir.